Oshqozondagi o'sma har doim ham saraton emas. Oshqozondagi o'smaning turlari juda ham ko'p. Hozir tushuntiraman. Opamiz bizga fevral oyida keluvdilar, men eslayman. Fevral oyida kelganda oshqozonda og'riqlar paydo bo'lgan. Hozir gapirishimizni davom ettirishdan oldin bir og'iz aytib bersangiz, nima uchun bizga keldingiz, sabab nima bo'ldi? Sabab oshqozonimga og'riq bo'lardi. Xo'p. Qanaqa og'riq, qachon bo'lardi? Nimadir dori icharmidingiz og'riq qoldirishga? Yo'q, yeganimda oshqozonim og'irdan bo'lardi. Xo'p. Yeganimda og'rirdi. Og'riq qoldiruvchi narsa ichmagansiz? Kerak bo'lmagan. Pankreatin ichganman. Yordam berganmi? Yo'q. O'zingizda tekshirishganmi sizni? O'zingizda ko'rishganmi? Yo'q, tekshirmaganman. O't qopimni oldirganman. Xabarim bor 6 yil oldin. O'sha tufayli tekshirmaganman, men og'rimagan oshqozonim. Og'riq bo'lganda keyin tekshirdim. O'zingizda? Ha. Nima deyishdi? Buxoroda. Xo'p, nima deyishdi? Oshqozoningda qanaydir polipga o'xshagan narsa bor dedi. Shu keyin bu yoqqa keldim. Toshkentga. Fevral oyida. Ha. Xo'p. Fevral oyida keldilar. Значит, oshqozonning oldingi qismida kichik egrilikka bu yaqin bo'lgan joyda 7 millimetrlik o'sma aniqlandi. Hozir suratni ko'rib turishingiz mumkin. Lekin 7 millimetrlik o'sma har doim ham operatsiya qilishga ko'rsatma emas. Bundan tashqari biz biopsiya olganimizda biopsiyada yaxshi sifatli o'sma chiqdi. Shuning uchun buni operatsiya qilishga hojat yo'q edi. Shuning uchun biz aytdikki, 3 oy kuzatuvda bo'lasiz. 3 oydan keyin boshqatda yana tekshirib ko'ramiz. Natijasiga qarab biz dalcha ishlaymiz deb. Hop keldingiz, tekshirdik. 3 oy sizga biz javob berdik. 3 oy ichida nimadir hayolingizdan o'tdi? Misol uchun operatsiya qildirib olib tashlasamki yaxshi bo'lardi. Yoki misol uchun 3 oy oldin qanaqadir boshqa doktor qidirib. Yo'q, doktor qidirmadim. 3 oy oldin kelganimga aytgandingiz. Fevralda. Ha, yaxshi narsa emas. Baribir kattalashadimi, kichkina bo'lganmi oldiring deb maslahat bergandingiz. Xo'p. Yana 3 oy kuzating dedingiz. 3 oy kuzatishdan maqsad men aytdim, 7 millimetrlik misol uchun gistologiyasi chiqmagan bo'lsa, uni olib tashlashga har doim ko'rsatma bo'lmaydi. Chunki qonagani yo'q. Sizda unaqa haddan tashqari chidab bo'lmaydigan og'riq bo'lgani yo'q. 3 oy o'tdi, juda gapirgisi yo'q. Opaning bugun yaxshi gapirarlar, bugun gapirgisi yo'q. 3 oy o'tdi, 3 oydan keyin boshqatdan biz tekshirib ko'rganimizda 7 millimetrlik o'sma qariyb 2 santimetrga yaqinlashib qolgan. Bu degani qariyb 3 marta kattalashgan. Shuni. O'shaning uchun bu уже to'g'ridan to'g'ri operatsiya qilishga ko'rsatma bo'ladi. Agar 3 oy mobaynida razmerlari o'zgarmaganda biz yana 3 oy yoki 6 oyga kuzatuvga qoldirardik. Lekin razmer 3 barobar kattalashdi. Shuning uchun operatsiya qilish kerak. Men sizga aytdimki, konkret operatsiya qilish kerak. Har doimgidek to'yim bor. Kimdir to'g'rimi, kimdir uylandi, kimgadir erga tegdi, kimdir tug'di. O'shana qilib beramanlab Keldim. keldingiz. Va nihoyat ishlanib. Uydagilar nima deydi, operatsiya qilish kerak degan fikr. Uydagilar kuzat dedilar. Qildirma. Ha. Xo'p. Qildirma, kuzat dedilar. Balkim yaxshi narsadir. Aytmadingizmi? Men 3 oy kuzatdim уже 7 millimetrlik narsa qariyb 20 millimetr bo'ldi. 3 marta kattalashib ketdi. Gaplashib ko'rmadingizmi? Aytdim, qo'rqdim. Ularni qanaqa ko'ndirdingiz? Ha, ko'ndilar. Qanaqa? Nima uchun? Nima sabab bo'ldiki ko'ndilarga? Sog'ligim kerak-ku baribir farzandlarimga o'zim. Xo'jayiningiz nima aytdi? Xo'jayinim mayli. Xo'jayingiz bir marta o'sha kuni ko'rdim. Значит, qaysi kun 16-kuni operatsiya qildingmi siz? 17. 17-sini Chorshanba ko'ramiz. Chorshanba kuni esimda 17-iyun kuni shu laparoskopik kam invaziv usul bilan, ya'ni yuqori texnologik usul bilan oshqozonni yangi yaponcha deydimi, yaponskiy metod texnologiya bilan oshqozonni saqlab qolishga biz erishdik, imkon bo'ldi. Oshqozonni bir qismi olib tashlandi. Va asosiy eng muhimi sizda kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan katta problemalardan siz qutuldingiz. Ya'ni oshqozon bo'lmasligi yoki oshqozon kichkinlashganda baribir hayot sifati o'zgaradi. O'sha muammolardan siz to'liq qutulib ketdingiz. Oshqozon pashti hammasi joyida qoldi. Olingan narsa hozir tekshirishga berilgan. Bu yerda men o'ylashimcha yomon narsa chiqmaydi. Maksimum chiqishi mumkin bo'lgan narsa bu gist, ya'ni gastrostromal o'sma bu. Bu juda ham yaxshi davolasa bo'ladi buni, tim bo'lar razmerlari kichkina, shuning uchun sizda muammo bo'lishi kerak emas. Operatsiya deganimda bir kun oldin hayolingizga nima keldi? Uyga to'g'ri qildirmasam bo'lar ekan. Yo'q, baribir qildiraman. Kattalashganini bildim. Sog'ligim kerak edi. Xo'p, misol uchun siz o'ylagandan ko'ra shu bo'lgan narsalar qanaqa o'tdi? Og'ir bo'ldimi, yengil bo'ldimi?
qanaqa bo'ldi? Misol uchun siz operatsiya deganda nimani tushundingizki, misol uchun nima deydi? Og'irroq bo'ldimi, yengilroq bo'ldimi? Men bundan Bas oldin ham olishtirasiz? operatsiya bo'lganman, doktor. Xo'p. Baribir qo'rquv bo'ladi hammada ham. O'yladim, baribir zerikdim. Yo, yaxshi o'tdi hammasi. Siz o'ylaganda yengilroq bo'ldi, to'g'rimi? Tushunishim bo'yicha. Yengil o'tdi. Yaxshi. Hop, o't pufagini oldirgansiz, qaysi biri og'irroq bo'ldi? O't pufagim og'ir o'tgan. Nimaga? Endi bilmadim nimaga. Balkim malakalari yetmagandir. Ya, malakalari yetmagan, unda opitiz bo'lmaganda, hozir opitiz borda operatsiya bo'lishga shuning uchun man. Laparoskopiyada hamma qila olmaydi, opa. Laparoskopiyada qo'ldan kelgan, hunarni qila olgan qiladi. Laparoskopiyada operatsiya qilish oson emas. Laparoskopiyani hamma qila olmaydi. Shuning uchun hech qanaqa u doktor ham zo'r, men shuning uchun Komil doktor ham laparoskopiyada qilgan. Hammasi juda, biz ko'rdik endi ichkariga kirib, hammasi juda chiroyli qilingan, juda mukammal, juda sifatli qilingan. O'sha sizda endi opitiz borda operatsiya bo'lishi, shuning uchun bu safar og'ir kamroq bo'lgan. Eslatib o'taman, oshqozon saratoniga asosiy olib keluvchi bizning sharoitda sabablardan biri bu noto'g'ri ovqatlanish. Bunga nima kerak? Bunga nima kiradi? Eng ko'pi bu qizil rangli go'sht mahsulotlarini haddan tashqari iste'mol qilish. Undan tashqari har xil fast food yoki spirtnoy, tamaki mahsulotlarini chekish yoki uxlashdan oldin bir kosa osh yeyish, qo'pol qilib aytganda, ya'ni shunchaki noto'g'ri ovqatlanish. Lekin hamma noto'g'ri ovqatlanish deydi, lekin to'g'ri ovqatlanish qanaqa degan savol ko'pchilikda bor. Bu haqda biz albatta keyinchalik video chiqaramiz. Ya'ni to'g'ri ovqatlanishga doktorlar tomonidan to'g'ri ovqatlanish deyilganda nima tushuniladi? Bu haqda biz albatta video qilamiz. O'shaning uchun opa siz uchun xursandman, siz oilangiz uchun xursandman. Hammasi yaxshi, hammasi ko'ngildagidek. Misol uchun biz o'ylagan ob'yomdan ko'ra kichikroq bo'ldi har tomonlama. O'shaning uchun biror bir fikringiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon, qanaqadir. Men Juda bu gapirgis kelmadi. Xursandman doktorlardan. Katta rahmat. O'zim kutgandan ham ko'ra a'lo darajada o'tdi hammasi. Hammalaringizdan minnatdorman. Ha, yaxshi. Juda bu gapirgis yo'q, shu gapiradi, juda bu gapirmaydi.